Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Chinchuango muqimlik xizmati yig'ini chaqirib Sharq Turkistonda qattiq zarba berish va yuqori besimlik holatini davomli saqlashni talab qilgan. Xitoyning BDTga a'zo davlatlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan ko'rishmaslikka chaqirishi tanqidga uchirdi. İstanbul'da Sharq Turkiston o'smirlar lo'nqisini talashish futbol musobaqasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Tunji qitimliq Osiyo yozuvchilar uchrashuvi Qozog'istonda o'tkazilmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya Radiosu'nun xəbərdə Xitay hökuməti oktyabr ayında dövlət qurulğanlığının 70 illiqini təbriklash üçün Şərq Türkistanda bexatarlik tədbirlərini yanımı çağıtdığanlığı ma'lum bolğan. Tağırtaq to'g'rining xabarida atalmış Uyg'ur Avtonom rayonining partkom sekretari Chinchuango 2 sentyabr kuni maxsus muqimlikni qo'g'dash xizmati televiziya telefon yig'ini chaqirib, qattiq zarba berish holatini davomli saqlashni talab qilgan. Chinchuango yig'inda qilgan so'zda Xitoy davlati qurilganligining 70 yilligini Xitoyning 200 yillik kurash nishoni va Jonxo millatining ulug' gullanishidan iborat Jongo orzusiga qarab atlangan muhim tarixiy tugun deb ko'rsatgan. Va Uyg'ur elidagi muqim vaziyatni saqlashning zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, rayondagi muqimlikni qo'g'dash tadbirlarini keskin amaliyleştirishni, ho'sharlikni doim saqlab, qattiq zarba berish yuqori besim holatini saqlashni talab qilgan. O bundan boshqa yana chet ellardagi kishilik huquq faoliyatchilarining izchil tanqidiga uchrab kelayotgan millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lish va millatlar ittifoqligi birlashma do'stlik faoliyati degandek faoliyatlarni alohida tilga ilib, bundaq faoliyatlarni yanada cho'nqur qanot yoydirib, har qaysi millatlarning aloqalashishi, almashtirishi, yo'g'rilishini kuchaytirish kerak. Vatanparvar diniy zotlarga g'amxo'rlik qilishni kuchaytirib, dinni sotsializm jamiyatiga moslashtirishga faol yetaklash kerak deganlarni ta'kidlab, muqimlikni qo'g'dashda partiya, hukumat, armiya, soqchi, bentun, xalq moslashib birlikda harakatlanish kerakligini bildirgan. Xabardan qaraganda mazkur yig'inga Avtonom rayonlik xalq qurultiyi, hukumat, siyosiy kengash, Xinjiang harbiy rayoni, Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bentuni, Uyg'ur Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasi, Avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasi, Qo'ralliq soqchi qismining Uyg'ur elidagi bosh atirti qatorliq o'rinlarning boshliqlari qatnashgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rishid yuqoridagi bu muqimlik xizmati haqida to'xtalib, Uyg'ur elida muqimlik bahonasi bilan 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqalar lagerga qamalgan ham butkul rayon allaqachon bir usti ochiq turmaga aylantirilgan bir sharoitda yana muqimlik tadbirlarini chingitishdan so'z echish kishini cho'chitadiganligini, Chinchuangoning atalmish Xinjiangni idora qilishda partiya, hukumat, armiya, soqchi birlikda harakatlanish kerak deyishining o'zili rayondagi darajadan tashqari besimdan derak berib turmoqda deb ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 42-navbatlik umumiy yig'ini ochilish oldida Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi markazida turishliq doimiy elchiligi har qaysi a'zo davlatlarning xalqaro organlarning Jenevada turishliq elchilariga maxsus Dunyo Uyg'ur qurultiyi haqida bir rasmiy maktub yo'llab, BDTga a'zo davlatlarni har qanday bir so'rinda Dolqin Aysa apandi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining boshqa a'zolari bilan aloqa qilmaslikka, ularning uchrashish talablarini rad qilishga chaqirgan. Mazkur maktubda yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandini Xitoyga qarshi nomi chiqqan bir bo'lgunchi, shundaqla bir qancha jinoiy voqealarga va zo'ravonlik voqealariga chetilgan bir terrorchi deb ilgari surish bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultiyining atalmish Uyg'ur Avtonom rayonini Xitoydan ayirib chiqishni maqsad qilgan bo'lgunchi tashkilot ekanligini eskartib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi BDT xavfsizlik kengashi tarafidan terrorchi organ deb tizimlangan Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining siyosiy tarmoqi ekanligi targ'ib qilingan. 27 avgust kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi jiddiy bayonot berib, Xitoy hukumatining Jenevada turishliq elchiligi tarafidan qurultayga va uning raisi Dolqin Aysa apandimga qilingan ayblashlarni qattiq tanqid qilib, Xitoy hukumatining bayonlarini butunlay asossiz, 2018-yili xalqaro soqchi organi Interpolning Dolqin Aysaga qo'yilgan qizil belgisining bekor qilinishining buning eng yaxshi misoli bo'lishi bilan birga, Xitoy hukumatining bundaq organlarni o'qitichi fikrlarni jimoqtirish uchun suiiste'mol qilayotganligini bildirdi. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Kanada sho'basi boshlig'i Farida Dif xonim Xitoy hukumatining Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning raisi Dolqin Aysaga qilgan paksiz ayblashlarini va boshqa davlatlarga bundaq bir cheklama qo'yganligini tanqid qilgan. Dolqin Aysa apandi 9 sentyabr kuni boshlanadigan 42-navbatlik kishilik huquq kengashining tayyorlik xizmatlari uchun Jenevaga yetib borgan va nurg'un davlatlarning Jenevadagi vakillari Xitoyning bu xitini ko'rganligini, ammo buninglik bilan ta'sirga uchirmaydiganligini ifoda qilgan bo'lsa-mu, ammo Falastin qatorliq yana bir qism alla vakillari Dolqin Aysa apandi bilan ko'rishdan yoltiyib olgan ekan.
İstanbulda Şərqi Türkistan Təntarbiya və Tərəqqiyat Cəmiyyəti tərəfindən orunlaşdırılğan Şərqi Türkistan Ösmürlər Lonqusunu talışış futbol müsabiqəsi 25 avqustdan başlanıb 3 sentyabr günü g'alabalik oxirlashdi. Musobiqaga 10 komanda 100 dan ortiq yosh o'smirlar qatnashgan bo'lib, musobiqa oxirida 1, 2, 3-likka erishgan komandalarga, shundaqla ifodasi yaxshi bo'lgan mahirlarga mukofot berilgan. Şərqi Türkistan Təntarbiya və Tərəqqiyat Cəmiyyətinin ommaviy taratquv hisobida bu vaqtda e'lon qilingan bayonotida Böre komandasi 1-likka, Aynak komandasi 2-likka, Urra komandasi 3-likka erishgan bo'lib, musobiqa oxirlashgan qadar eng yaxshi top o'ynagan va jiq top urgan mahir Urra komandasidan Yusufjon Munavvar topchi, Aynak komandasidan Sayfulla eng yaxshi vorta bo'lib baholanib mukofotlandi. Şərqi Türkistan Təntarbiya və Tərəqqiyat Cəmiyyəti qurilgan qisqagina bir necha yildan buyon yoshlar orasida futbol va basketbol musobaqalarini uyushtirish, turli yig'ilish va faoliyatlarni tashkillash qatorliq jihatlarda ko'rinarli xizmatlarni qilib kelmoqda. Tunji qitimliq Osiyo davlatlari yozuvchilari munbir yig'ilishi 4 sentyabrdan 6 sentyabrgacha Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda o'tkaziladigan bo'lib, Qozog'iston Madaniyat va Tantarbiya ishlari ministrligining muavin ministri Nurgisa Dasheva muxbirlarni kutib olish yig'ini orqali yozuvchilar munbir yig'iniga 38 davlatdan 300 ga yaqin yozuvchi va adabiyotchilarning ishtirok qiladiganligini, tunji qitim echiladigan bu yig'inning Osiyo davlatlari yozuvchilar orasidagi hamkorlikni kuchaytirishni, adabiyot sohasining gullanishi yo'lidagi tajribalarni almashtirishni va Osiyo adabiyotining kelajagiga munosabatlik saqlanayotgan masalalarga chora izlash qatorliqlarni nishon qiladiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.